Tak, barchaga assalomu alaykum azizlar. Hozirda 10 ta jamoa 62 ta o'yinchi final X Gaming Battle Team, United States, Vampire Team, Pirates Team, Phantom Team, Hardwork, Quarter Greats, Cry Gaming, Game X Legions, Black Bulls, Hojeli Legion, Hejelinen, Qoraqalpaqstan jamoa, TDM 101, Esports, Kunrat Esports, aynan bu ham Qoraqalpaqstan jamoa, Blink Gaming, Danger Sports, Black biz bilgan jamoa va yaxshi. LXR Mini Lego turniri hozirda va biz sizlarga jamoalarimizni ko'rsatamiz. Va aynan hozirda streamda zadержкаlangan. Barchadan qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Love Infinity Kunrat Sport, Danger Sport Black jamoasi bilan to'qnash kelishmoqda. Va bu yerda Love va qanaqa 8-raqamli jamoa Hijel, ya'ni Hojeli Legion jamoasiga qarshi. Love qanday bu 8-raqamli jamoa? Hard Work. U ekan aynan. Yaxshi. Sistemda javob bera olmasligim mumkin, no e'tibor bermaysizlar. Azizlar, bu aynan insane bu tomonda. Hard Work jamoasi Infinity aynan Frager. Hop, boshqa tomonda bizlarda El Pozoda jang. Bata. FS. Hop. Aynan. Qaysi jamoa bu? 19-raqamli jamoa bu. 19-raqamli jamoa. Aynan bizlarga berilmagan. Ebla, u bizga game bilmaydi. Простите, екі жақтан операем стримді качественный вот big boy. Юникой, Иса, Салихан, Семел, Нарко, Голзо, FS. Jang aynan chiroyli. Solishi mumkin. 5-raqam jamoa ham ko'pchilik aynan hozir ko'ryapti bizga. Baha kirib boryapti. Big boy. Hop, kimda jang kuzatilishi mumkin? Zaid, Ziko, Jay, Venom. Ular ham qarab turmasa kerak. Hozir bizlar ikkinchi kamera qo'shilsin, aynan ko'rsatamiz sizlarga. Tak. Nega bosmaydi? Kameramiz ham bosuvga yaqin. Qap-qara ko'zlarim qap-qara deyotsam chat. Streamni o'chirib aynan Uzbekistan turniri. Streamni yozam. Stream. Extra. Action. Game. Nega o'chib qolsin? Stream, bratан. Все, hozir O'zbekistonskiy turnirga o'tdik. Shuni soldiq stream. Mana bizda ham stream. Elxer turniri.
Bu toza stream bor. Streamda zadержка bor. Diam list. Hop. Tak, aynan bizlarga berilgan imkoniyatni yaxshi ko'rgan, ularni kimlarga yaxshi o'tkazishga harakat qilamiz. Va mana chiroyli ko'rinish. Chak. Pause. Bu yerda 9-raqamli jamoa bilan sarqan. Aynan. Bilmas ko'rish. Hop. Soch kelishi mumkin bo'lgan o'yinchilar 8-11-raqamli jamoalar aynan. Vortex. Hoji. Aynan. 11-raqamli jamoaning format to'liq. Game Mix Legions jamoasi. Ko'jeli. Game Legions. Almışa. Quator Grace. Buncha qiyin bo'lmasa. Ko'jeli Legions ayindamda 5 ta kill qilishgan. Va boshqa o'yinchilarni ham to'liq kuzatishga harakat qilamiz. Va bizlar Game Legions aynan bitta ularga qarshi tomondan bitta o'yinchi yo'qlashgan. UE jamoasi o'yinchilari Flux, Dizi. Aynan tik turgan o'yinchi jamoasi uchun. Va kutmoqda. Dizi. Game Legions. Voy, va bu tomonda Iso qolmoqda. Eng oxirgi o'yinchi. Aynan 20-raqamli jamoa uchun jon fido qilishga tayyor. Hozir aynan damda 11 ta jamoadan 34 ta o'yinchi tirik qolmoqda. Va u ham lobbiga jo'natildi. Jamoasi. Turib bera olmadi. Noshnik qanday? Noshnik. Red Dragon degan noshnik. Noshnik qalay ekan? Atak. Правка. Так. Жаңа noshiklar o'tdim jeka o'yinga degan oldingi o'yinda tek telefonga tiqib qo'ydim, sababi o'yinda da'vos nafik kerak edi. Endi nazarda pauzada. Aynan 17-raqamli jamoa tirik qolmoqda. Blink Gaming jamoasi. Qaro Motfin aynan sizlar bilgan o'yinchi bo'lsa kerak. Buyuk. To'daymi? Exa test player. Yaxshi.
Hop. 3 raqamli jamoa XTD Gaming va 11 raqamli jamoa Hoji. 11 raqamda Game Legionmi? Game Legion. Da. Senga yozyapman. Hop, aytdim-ku. Kayfiyat emas. Задержка. Стримда задержка. Тунер. Aynen Uzbekistan jamoalari ichida va aynan Qaraqalpaqstan jamoalari bor. Bunday izovraение nega kerak bizga? Четкий bo'ldi. Сейчас player. Aynan bu tomonda Hoji. Aynan pastdagi bo'lsa XTZ jamoasi o'yinchilari ko'rsatilmoqda kichkina kamerada. Va ularni bir vaqtda ko'rsatsa ham bo'ladi. Va barakeli ko'rsatsa ham bo'ladi. Qaysi bu? Jamoa. Ular yaqiniga hop. YouTuber, eSports va Game Legion 201 jamoasi 2 ta nok va ular 4 ta o'yinchi bilan bosim qilishmoqda. Game Legion jamoasi o'yinchilari 3 ta nok va eng oxirgi qolgan o'yinchi Sakas Nextmi? Success deb qoladi. Hop, ikkinchi K S bo'ladi Success. Aynan. Eng oxirgi qolgan o'yinchi. Hozirda kartamizda 9 ta jamoa va 24 ta o'yinchi qolmoqda. Hop. 7 ta kill Game Legion jamoasida. Aynan bu yaxshi natija degani bu. Bugungi final o'yinimizning Elixir turnirining ikkinchi o'yini Miramar kartasi. Hozirda 9 ta jamoa tarkibidan 24 ta o'yinchi qolmoqda. Va bizda kartamizda kimlar harakat qilmoqda? Hop. Golza FS o'yinchisi. Kimning yoniga keldi? Golza. Oy, mana mashina. Mana sovg'a, golza. O'ng tomonda kamera ko'rsangiz mumkin. Va bizlar Nola. Olan. Ahvol qiyin, aynan. Bitta o'yinchisi nok. 9 raqam jamoa. Quatuor Greats degan jamoa. Aynan. Hop. Aynan FS Godza. Yaqin jamoa. Bu aynan ular esa ikkita o'yinchi. Xolos. 2 ga 4 yana jang ko'ramiz shekilli. 2 ga 4 endi 2 ga 3. 2 ga 3. Hop, granata. Yo, aniq emas. Jamoa United States. Va United States. United States. Quatuor Greats. Yangi jamoalar ko'pchiligi. Granatalar ketma-ketligini tayyorlashmoqda. Quatuor Greats jamoasi. Men sana KJ deb atayman.
TJ 9 raqamli jamoa aynan 2 ga 3 holatda. Gozo va uning sherigi Unicorn Isa. Hop, kirib keladimi? Eng oxirgi o'yinchi Isa. Top 9 natijaga erishdi. Hozirda. Bu yomon natija. To'g'rimi? Va ancha joy. Xo'jali legion. Dangerous Sport Black jamoasi ham bor. Success degan jamoa ham bor. Strapon Dangerous Sport Black o'yinchilardan eng oxirgi qolgan o'yinchi 6 ta kill. Vakillarni yana ham oshirib olish imkoniyati bor. Hop. O'zining killni 4 taga, jamoasiga tegishli killarni 9 taga yetkazib oldi. Bunga qarshi jamoani ham kuzatishmoqda aynan Strapon. Aynan bu tomonda ham jang. XTZ o'yinchilari Saidov shuncha raqamli jamoa jamoa o'yinchilarini qidirmoqda. Hop. Saidov Joyboy, hot top, test player. Strapon. Success. Aynan bu ikkita o'ziga ko'rinayotgan o'yinchimiz, aynan jamoasida eng yolg'iz qolgan, eng oxirgi qolgan o'yinchilar Success va Strapon Dangerous Sport Black jamoasidan Strapon, no 701 jamoasidan Success degan o'yinchimiz. Joyboy. Hot top. Test player. Hop. Yana killarni oshira olmoqda Strapon. 10 ta kill. Jamoasida. 10 ta test degani. Endi place test ham yaxshi yig'ib olsa, juda ham zo'r. Alloh. Nur ustiga nur va hot top. Strapon! TBS! Bitta nok! Xo'rozdek jang qilishmoqda aynan 3-raqamli jamoa. XTZ jamoasi, Dangerous Sport Black jamoasi o'yinchisi Strapon bo'lsa, u yillardan ham qolishmayotgan yo'q. Killarni oshirib olmoqda asta-sekinlik bilan. No aptishka. Bu urib ulguradi. Aynan xo'jali legion jamoasi ham asta-sekinlik bilan kirib kelmoqda. Strapon! Qochib qutuldi Dangerous Sport o'yinchisi 6 ta kill, 11 ta kill jamoasi tarkibida umumiy. Joyboy XTZ va test player. Biz zarralarni tepalikdan to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu aynan Strapon. KARTA Venom 4-raqamli jamoa. Battle Team. Bu tomonda 17-jamoa BK XTZ 4 ta jamoa qolishgan. Battle Team XTZ Dangerous Sport Black va 17-chi Blink Gaming. Battle Team Blink Gaming Dangerous Sport Black va XTZ jamoasi o'yinchilari. Flasher 8 ta kill umumiy. Battle Team. Hop. 3 ta jamoa qolishdi. Blink Gaming, Battle Team va XTZ Dangerous Sport Black aynan 4-chi messida qolishdi. Hop, XTZ jamoasi o'yinchilari. Mendan Lemukda xato bak bo'lyapti.
eng yaxshi joylashib olgan o'yinchilarimiz. Hop. XG qanday o'tkazib borish mumkin? Sizcha bo'lsa. Venom top 3 natija. Battle Team jamoasi o'yinchilari Blink Gaming top 1 ga yaxshi imkoniyat. Sababi XG jamoasi 2 игрок qolishgan. Aynan jamoadan o'yinchilar soni bo'yicha ko'proq. Top 1 olishga imkoniyat yetarli jamoa. Aynan Battle Blink Gaming jamoasi. Blink Gaming va XCZ jamoasi 3 va 17 raqamli jamoalar. CZ Test Player hop Blink Gaming o'yinchisi Broker. Aynan tarjimasi sindiruvchi degan ma'nolarni aytadigan o'yinchimiz Test Playerga qarshi nima qilib bera oladi? Minus. Blink Gamingga top 1. Juda zo'r, yaxshi. Hop. Blink Gamingda 10 ta kill. Top 1. Test Player Saidov, Hattob, Joyboy top 2. Aynan XTG jamoasi top 2. Top 1da Blink Gaming. Yaxshi imkoniyat. Ta kill. Battle Team jamoasida 7 ta kill. Top 3 natija. Dangerous Sport Black jamoasi 11 ta kill. Top 4. Pubg Legion jamoasi 9 ta kill. Top 5 natija. Super Esport jamoasi 1 ta kill. Top 6. Game Legion jamoasi 8 ta kill. Top 7. Water Great 8, 2 ta kill. FS 5 ta kill. Top 9 natija. Aro top 10 5 ta kill. Hop 0 kill. Top 11 Big Boy 2 ta kill. Top 12 KND 2 ta kill. Top 13 0 kill. Top 14 Muratiya Sport 1 ta kill. Top 15 PH 0 kill. Phantom jamoasi top 16 NR 0 kill. Top 17 Blink Gaming jamoasidan chiroyli g'alaba 10 ta kill. Так, biz bundan qilyapmiz-da. Natijalar ismini ko'rsataman. Блядь, текстура. Moment, rahmat. Turtma og'ayni bo'libmi, og'aynilar? Turtma bo'libmi?
Jackie Chan keldi qo'ymi? Aha. Bizar. Tayinmi? Tak, aynen zaten. Boshlangan hammasi. Bilmiyorum ya. Şey sormadım. Hmm. Так, hozir aynan ikkita match tugadi. Pastres chiqqan. Arotida ham 28 taga top. Umumiy bittasi top 8. Kelibdi 25 bilan sevishib ketdi. Pubg. Quarter Greats. Jeliga o'rta harakat qilmoqda. Vaqtida kiyimliga fotostoq sizib. Yaxshi. LHR X Mini Liga
S 37. 37. sezonimi. Молодец. Pak Poloniston. Pak Poloniston. Pak bo'ldi qo'y. Tak. Bunyan. Parol ko'rsat. Parol holi ko'rsatim. Nega? Stream. Turnir bor. Like bosaylik. Yigitlar, like bosaylik bo'lib qolyapti. Stop o'yincha. Boshlaylik. Boshlandimi? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Salom, streamga omad. Chotam. Barchaga assalomu alaykum. Biyboylarga omad. Yigitlar. Stream nima qilib orqali ham, donat orqali ham qo'llab-quvvatlab o'tirsangizlar bo'ladi, azizlar. Zo'r bo'ldi-da, grafika hammasi. Moshna. Sababi ko'rsangizlar bo'ladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qanday stream qilish kerakligini. Mana ovozini chiqib. Bu nima qilyapti?
Nima? Ichib bo'lganmi? Tak. Paka bo'yatibdi xulqarni. Barchaga omad, xayrli parvoz tilab qolamiz. Azizlar, 12 ta jamoa, 64 ta o'yinchi. Qanaqasiga? 64 ta bo'lishi mumkin. Qanaqasiga? Qanday? Saida. Berekeli kartasi bu 3-karta. Umumiy finalda 5 ta o'yin bo'ladi, bilasizlar. Uning ikkitasi yakunlandi, fast race ham chiqdi. Mana o'ynayotgan jamoalar bilishadi, qanday natijaga erishayotganini. Ayni damda esimda qolgani RUSLAN sport jamoasi top 1da ketyapti va top 2da Quatyor bir degan hozir Quatyor qandaydi? Eng qiyin ismli. Aynan o'shalarnikida. Qandaydi? Quatyor Greats. Quatyor degan ma'nosi emas, no, lekin ulug' degani, buyuk degani, great degani. Bir narsa great degan ma'nosi Quatyor Great. Aynan ushbu jamoa Quatyor Great jamoasi ikkinchi o'ringa ketyapti hozirda. Beboy Severnida Aro Aliyam davom etyapti. Boladi Sport bilan Game Legion jamoasi to'qnash kelishi mumkin. Yo'q. Qiziqarli tus olishi mumkin. Game Legion Sport. Wizard, Vortex, Crush, Hoji. Ko'ryapsizlar ayni damda. Harakat qilishayotganlar. Dangerous Sport Black. Peach, Phantom, Anyar. Aynan. Hop, Hojela. Qayerda qilishyapti ular? Georgia Pub, yeba. Hozir bizlar boramiz, kutib turinglar, azizlar. Blink Games. Aynan ular ham yaxshi natija qayd etishyapti hozirda. Hali uzoq emas, har qanday jamoa yaxshi natija ko'rsatib, bizlarga o'zlarini ko'rsata olishga hali imkoniyatlar bor. Keks, Insane, Start Niti, tak. Hop. Vakia. Walker. Savage. Yaxshi. Insane bu aynan. Juda yaqin bo'lgan jamoalar bir-biriga. Insane. Hop. 1-2 holat. Hop. Va chiroyli o'yin ko'ramiz. Blink Games va Xo'jayli Legiondan Insane. Emas. O'zi aynan yolg'iz qolgan. Mod kelib tushgan. Voy. Nima bo'libdi? Kuzatamiz. Say, Rocker. Savage keldi. Insane topdi. Ko'rdi. Hop. Aynan qo'shni domda, qo'shni uyda turgan o'yinchi Xo'jayli Legionni tubiga yetdi. Xo'jayli Legion aynan lobbiga jo'natildi. Top 17 natija. Xo'jayli Legion o'yin chiqmayapti. Top 4-o'rinda kelayotganda aynan bu umuman tablichadan tushib ketishga sabab bo'ladi.
va FS. Blink Games'ga tomon harakat qilmoqda. FS. Mana 5 raqamli jamoa. United States shtati. FS qani? United States qani? Nima o'xshamaydi bir-biriga. Hop. Keldi. Gazi. Isa. Alixa. Gazi. United States o'yinchilari. Dangerous Sport Black jamoasi. Quator. Umuman hozir tablicada birinchi va ikkinchi o'rinda ketayotgan jamoalar to'qnashuvi. Tak. Qaramiz kim kuchliligini o'zaro. Bo'lishadi. 4-raqamli jamoa. Quator. Great jamoasi. Va Hatch Dangerous Sport Black o'yinchilar. Strapon North Velizevr Hatch. Hop! Hey, knock! Fuck! Great! Nima bo'lib ketdi hozir? Quator Great jamoasi lobbiga jo'natildimi? Top 15 natija ular. Shu bilan cheklanishdi. Aynan Dangerous Sport Black aynan peshqadamligini isbotlashdi. Ko'ramiz hali o'yin davom etadi. Aynan ushbu 3-o'yin. Ya'ni hali ham oldimizda undan keyin full ikkita match bor. Aro. Yo, Dangerous Sport Black emas. Aynan Aro jamoasi to'pqirda ketayotganda. Dangerous Sport Black. Fastest qayda edi? Dangerous Sport Black 5-natija. 15 bitas. Yaxshi. Uzbekistan turniri. Phantom Team. Hop, harakatlanmoqda Dangerous Sport Black jamoasi. Bas. Hop. Sport. Aro. Big Boy. Voy, mana go'zal, o'ta go'zal. 201. Battle Team. Aynan ular ketgan 201 jamoasi. Sorga. Jais. Richa Maria. Yo'q, Rich Marimi? Yo'q, Richa Mari. Rich Amiri bo'lsa kerak. Rich Amiri. Evastar. Razlyapti. 2ga 3 holat. 2ga 4mi? 2ga 4. Voy, qanday chekdi. Jais. Rich Amerini uzatmoqda. Aynan Jaisni 20 ga otgan o'qi tekkanda, aynan shunga meditsina qo'llanyapti. Chiroyli o'yin kutamiz.
4 jamoa 47 ta o'yinchi. Turniri Uzbekistan RUSLAN. Pubg. Turniri. Chiroyli yurishlar. Hop. Kimlar yig'ilishmoqda? Pachinkina. Yo'q, o'tib ketmoqda. Aynan. Yavaş raqamli jamoa WI. Va desam to'g'ri bo'ladi. KANAL 12 raqamli jamoa. Yok, tarifga to'g'ri kelmaydi-ku. Birinchi speed. Alim, UE va KAN jamoasi to'qnashib kelishmoqda. Bratья Спорт, Цеза, Эверест, Винчел Спид, Авено. Дизи. Aveno, Everest, Visual Speed, Ceza, KAN va UE jamoasi qarshiga. Ya'ni 16 va 20 jamoalar qarshiga. Aynan ushbu turnirda 18 ta jamoa qatnashmoqda. Final bosqichida. Diziya. Aynan. Alimovni kutdi va jamoadosini olib ketdi. Kimlar bilan jang qilyapti? Everest. Javohir. Aynan. Bu jamoasi o'yinchisi. Hozirda nok. Unga yordam kerak. Kendi ota Bekka Shake Pop 4 ta kam qilishgan. Iso oyinlar yepayt mana chiroyli ekan. Diziya ancha narida ketib qolgan. Hop. Jamoadoshlardan chetda yurishni oqibati shu. FS Blink Gaming FS Yes Dangerous Sport Black Game Legal Baradia Sport Battle Team to'xtash kelinglar. Notfin Game Legalga ko'rmoqda. Aro o'yinchisi. Hayda aro. Notfin. Aynan tepalikda. Aro jamoasi o'yinchisi hozirda Game Legalga 11 raqamli jamoaga qarshi.
Tavba yapsın. Kim lan? Jo'rabek Shamsutdinov. Blink Games. 8 aka. Hop. To'rtta jamoa 9ta o'yinchi. Blink Games 2ta o'yinchi yetib kelgan. ST, ya'ni XTZ o'yinchilaridan bitta. Murat Sport full holatda yetib kelishgan. Roy Sport jamoasidan 2ta o'yinchi Force va Fin. Cowboy. Omadlab qolamiz. Joyboymi? Joyboyda. Qanday nom bor? Blink Games o'yinchilari orasida sekali kirib borishmoqda. Ceza Everest Vinsha Speed Avena. Blink Games. Aro jamoasi ham bor. Ikkita o'yinchi. Boramiz Murat Sportda indamda yaxshi imkoniyat. Sababi full holatda yetib kelishgan. Avenochi nima qilib bermoqda? Aynan tepada eng yaxshi pozitsiyada joylashmagan. Hamma o'yinchilar ko'ringan bo'lsa kerak. Everest. Blink Gaming ishlarini ushlab qolmoqchi shekilli. Tak. Everest bundan. Atmoqda. Fin to'g'ri qildimi? Joyboy. Hop, Murat Sport o'yinchilaridan bir ikkitasini ko'rdi ko'zi bilan. O'qish kerak. Not Fin. Minusda. Ayam to'rtta jamoa. Joyboy, Serdana ko'rdi va nok qila oldi. Va Vinsha Speed XCC jamoasi o'yinchisidan lobbiga jo'natdi. Aynan 3ta o'yinchi. Hali ham o'yinchilar soni bo'yicha yaxshi imkoniyatda saqlab qolayotgan Murat Sport. Savage Force. Aro. Bu tomonda Pakito. Blink Games'dan nok qabul qilmagan. Hozir ayndanda yil bo'yicha peshqadamchimiz 30 kiya. Force. Qiynaqa. Force'da kam imkoniyatda. Force top 3. Roy Sport o'yinchilari top 3 natija Everest bilan Blink Games o'yinchilarini ushlab qoldi. Va Savage Vinsha Speed ushlab qoldi. Savage, ne? Blink Games o'yinchisi. Murat Sportda g'alaba ayni damda. Yaxshi. Da 3ta matchda 3ta jamoadan to'p ko'rdik. Murat Sport 7ta kill, top 1. Yaxshi pozitsiya, yaxshi harakat evaziga top 1ni qo'lga kiritish oldi. Aveno, Ceza, Everest, Vinsha Speed 7ta kill, top 1. Broker, Pakito, Flusher, Savage, Blink Games o'yinchilari top 2. 10ta kill. Hop. Roy Sport o'yinchilarida top 3 natija 10ta kill. Yaxshi, XCZ o'yinchilari bitta kill, top 4. 301 o'yinchilar top 5 natija. Kill. Dangerous Sport Black o'yinchilari yaxshi, top 6 qo'lga tushishiga qaramay 11ta kill qila olishdi. FS o'yinchilari 3ta kill, top 7. PH Phantom Team bor. Phantom Team PH da. Phantom Team bitta kill, top 8 natija.
Battle Team o'yinchlari 5 ta kill top 9, NR jamoasi 0 kill top 10, KANAL jamoasi 5 ta kill top 11, B jamoasi 0 kill top 12, Game Legion jamoasi o'yinchlari 3 ta kill top 13, Big Boy 0 kill top 14, Quator Great jamoasi o'yinchlari 3 ta kill top 15, H 0 kill top 16, Jeli Legion jamoasi o'yinchlari 1 ta kill top 17, Murati Sport 7 ta kill top 1 natija. Blink Games o'yinchisi Pakido eng ko'p kill olgan o'yinchi, Gande eng yaxshi o'yinchi ota deganda. Avvalo eng oxirgi killni jamoasi uchun top 1 olib g'alaba natijasini so'rayapti. Aynan Avvalo yaxshi harakat evaziga desa ham bo'ladi. Avvalo krasavchik. Tak, bizada 4-chi va 5-chi matchlarni o'tamiz. Yaxshi o'tyaptimi? Tak ID pro kelgan ekan. Tak, kirishimiz kerak.
O'rin bo'shadi. Tak, bizlarga o'rin berdi. Ko'ramiz. Chiroyli. Ko'ramiz, kuzatamiz. Tak, o'xshash kerak. 1.05 mi bilaman. O'ttiz kadar. Hali 4-chi kartada. Hali 2ta karta bor. Bolalar uxlayotishibdi. Ya barcha jamoalarning kuchlari teng ekan. Bir-biridan kuchli jamoa yo'q. Men kuchliman deb umuman to'qnash kelsa yopib yuboradigan jamoa yo'q. Hammasida ham comeback kutish mumkin.
aynan fast race haqida gapiryapsam, ROTD jamoasi. Place 8, yo'l place 35, umumiy place 43 ta place bilan ROTD jamoasi birinchi o'rinda, Blink Gaming 35 place bilan ikkinchi o'rinda, Dangerous Sport Break jamoasi 8 ta place bilan top 3, Quartier Crate jamoasi 6 ta place bilan top 4 natija. Steady Gaming 4 ta place bilan 5-chi o'rinda boryapti. Xo'jalik 9 ta place bilan 6-chi o'rinda boryapti. Muratiya Sport 8 ta place bilan 7-chi o'rinda boryapti. Paltaston 8 ta place bilan 8-chi o'rinda. Fatli Team 7 ta place bilan 9-chi o'rinda. Game Liga 5 ta place bilan 10-chi o'rinda. Birinchi jamoasi Test bilan birinchi o'rinda. Black Bulls jamoasi 9 ta place bilan. Ikkinchi o'rinda Phantom Team 9 ta place bilan 3-chi o'rinda. Big Boy Family 2 ta place bilan 14-chi o'rinda. Hard War 5 ta place bilan 15-chi o'rinda boryapti. Hop. Muratiya Sport. Yaxshi. Bo'lishyapti. Tak 55 dan chiqadi. Back. Inverting. Hammaga ayolga parvoz. Tak. Tak. Chiroyli.
Ой, какой залет. Tak, bizlerde 8 jamoasi, 3 ta jamoa. Aynan 4-chi hammasida, masalan, natijalar past bo'lsa, jiloni bo'lmayapti o'yin sharimizda. Yaxshi. Aynan 3-chi va 19-chi raqamli jamoalar to'qnash kelishmoqda. Удачи, KAF Official Sila Asadbek, rahmat. Alloh uchun. KAF Official emas, hozirda Qumratiya Sport o'zimizning ag'animiz soat qo'llab qolsa bo'ladi, hamda Qo'jiya Legion, Qaraqalpaqstan qatnashgan komandalar hamda bizlar Qaraqalpaqstan stream bizlar ularni qo'llash uchun barimizni berib o'tiramiz. Uzbekistan. Так, big boy. Семел Нарко, Годзо, Салихан, ФС oyunchilari. Да. Nima bo'libdi? FS va big boy va bu tomondan yana bitta o'yinchisi Kanzo qarab bermoqda. Yaxshi, tepaga chiqishmoqda. Da. Aynan zinadan chiqish kerak, tepaga chiqish uchun. Beshinchi va 9-chi raqamli jamoalar.
Voy. Eng oxirgi o'yinchi. Marko. Full jamoaga qarshi. Juda yaqinda uchta jamoa. No. Legion. Nexiz jamoasiga qarshi jang qilishmoqda va bu yerda Marko. Big Boy jamoasiga qarshi. Nima qilib bera oladi Marko? Hop, bitta lock. Ikkita, 3 ta lock bo'lsa agarda. David bo'lsa, yaxshigina qiladi. Javob bera oldi. Jamoadashini turg'iza oldi. No, hech qanday minus yo'q. Buncha raqamli Big Boy jamoasi o'yinchilari. Yes. Black. Nima? Qanday? Aveno. Qo'rchi sport o'yinchisi. Bu yerda janjal bo'lishi kutilmoqda. To'pa. Iska. Похуй нас, nima? Похуй masmi? Похуй. Так. Keyingi sport black o'yinchisi Strapon. Mana ikkita o'yinchi qolgan. Not Strapon. Let's go. Just black. Strapon. No, good day. Game Legion. Lost. Factor great jamoasi. Minus bo'lib chiqishmoqda. Aynan bu tonda Big Boy.
О, как так? Aynen hujra va futbolchimiz qarshiga ko'rsatishimiz mumkin. Hozirda chiroyli manzara guvoh bo'lasiz azizlar. Hop, как так? Va ularga battle team o'yinchilari ham juda yaqin kelishmoqda. Да, будет чисто aynan. Saint Cax. Nitya. Game'liga. Hop. Как так? o'n birinchi va 13 raqamli jamoalar va battle team biz kutgan jamoa aynan shu yerda Xo'jayli Legion va Game Legion. Мы uchta jamoa. Ukam sila удача Smoker tomonidan Smoker tarafdan qo'llab-quvvatlangan o'zi zemlyaklarim o'zini yerlasini qo'llab o'tirgan Smoker. Da, aynan Bo'richa sport jamoasi ham yaxshi natija. Hayron qolmanglar, men aynan Qaraqalpaqstan mansubman va ikkita millatni ham teng ko'raman. Aynan turnirni chiroyli O'zbekiston turniri bo'lgan joy o'zbekcha gapirishga qulay deb o'ylayman hammaga. 4 ta kill Xo'jayli Legion o'yinga qaytdimi? Nima bo'ldi? Va battle team. Voy, Kex qanday ishlab qoldi? Battle team o'yinchilari. Netiya. Hop, battle team va Xo'jayli Legion o'yinchilari. Hop, ikkinchi nok. Venom. Insane. Как так? Insane nok. Insane. Hop, как так-chi? Da, bu yoqda battle team o'yinchisi yana qarab bermoqda. Как так? Battle team. Birga bir holat. Battle team o'yinchisi. Venom qanday yaxshi o'yin. Va battle team o'yinchisi umumiy chiroyli o'yin ko'rsatdi. 5 ta kill jami. Jamoasi 8 ta kill. Jamoasi qarab bermoqda. 2 ta o'yinchi qolgan battle team o'yinchilarida. Jais da. Bitta kill. Pecado. Yana to'qnash kelish mumkinligini sirasiz davom etamiz. Bakyor Great jamoasi o'z bo'lgan Game Legion postga olsa battle team ishlarini kutmoqda. Zolik bilan kutishmoqda. Chase. Aynan bu tomonda sizga ham minus bo'lgan. Tangera sport bilan yaxshi. Jais. Aferin. Tangera sport black. Va zonani qayerga berganligini qaranglar. Extezia. Blink Gamesga, Tangera Sport Blackga. Shokolat. Jais va Venom ikki tomonda qolib ketgan Game Legion. Bizlarga yaxshi joy tanlamoqchi shekilli. Hop, drop bor. La Benditaga.
nima degan kommentator. Mikrofon o'chsa demadinglar, yigitlar. Lekin zadержка bor. Blink Games lista 12 va 4 raqam jamoalar va undan tashqari 3 ta jamoa bor. Dangerous Sport Black Game Legion. Aviano, sport o'yinchisi. Bilan yashamoqda ikkita kiyo. Kamida top 5 natija qayd etishi aniq. Aviano. JS. Well. Savage. Raja. Well. Raja. To'rtta jamoa 9-chi, 8-chi. Hop. Game Legion. Blink Games. Battle Team. 4 jamoa va 8 o'yinchi. Hop, bu tomonda Muratiya sport o'yinchilari. O'yinchisi aynan yolg'iz qolgan. Faqat o'yinchilar soni bo'yicha yaxshi yetib kelgan Game Legion. Aynan tepalikda yaxshi joylashib olgan. Game Legion, Blink Games, Battle Team. Hammasida ham imkoniyat bor, hammasi ham imkoniyat saqlanib qo'ygan. Aviano. Bu xato yo'nalish bo'ldi. Top 5. Top 4. Da? Top 4. Top 4. Orta sport jamoasi. Haja. Aynan. Blink Games var. 11 raqamli va 12 raqamli. Game Legion, Blink Games. 2 ga 3 qoladi. Voy, 1 ga 3 qoladi endi. Pakito. Bitta o'zi. Hop. Pakito eba. Hop. Bitta o'zi kamaytirdi. Ya. Game Legion jamoasida g'alaba. Wizard Hoja Ortes Krushi. Game Legion 13 ta kill top 1. Blink Games 6 ta kill top 2. Battle Team 10 ta kill top 3. Aveno Cesar Everest Visual Speed 2 ta kill top 4. Dangerous Sport Black jamoasi 3 ta kill top 5. Sizga pokhoy basmali o'yasa. Bitta kill top 6. Hexezer 0 kill top 7. Aro. 8 o'rda 4 ta kill Ochele Legion 4 ta kill top 9. Big Boy 4 ta kill top 10. What your great 0 kill. Juda qiyndan u. FS 0 kill top 12. 3 o'rinda KANTA 0 kill. Game Legion 13 ta kill top 1. Hoja Game Legion o'yinchisi. Eng ko'p kill olgan o'yinchi, eng yaxshi o'yinchi Insane. Game Legion o'yinchisi Wizard eng oxirgi
Kelinolar g'alaba nashidasini so'rayapti jamoadoshlar bilan. Hop, sal yaxshi joylashishimiz kerak. Logoni qo'yamiz saytga parol yashash uchun. Aynan eng oxirgi o'yin qolgan. Yaxshi. Ставим. По идее, да. Tak. Boshlashimiz kerak. Эх. Так, все же походу... Опа. Оп, бля.
Kirishimiz kerak ya. Aro, playing game lagi. Oh, wah. Короче, bizlar oyoq ostidan kirgandan keyin bizlarga o'rin beradi, unutib ketaveradi-ku. Прикол, что ли, да? Епа. Вот так. Так.
Так. Tak, qilamiz aynan bu turnir. Hammaga xayrli parvozlar qilamiz. Tak, 10 ta jamoa va 39 ta o'yinchoq bo'lgan. Hammasi bo'lganda 8 ta jamoani o'yinga mazasi qo'shgan shekilli. Za minus Qumratiya sport o'yinchisi. Va Quarter Gamers. Great, da, Quarter Great. Game Legion, Dangerous Sport Black. Jamoasi o'yinchilari. Battle Team. Hop. Game Legion. Blink Games. Aslida aynan jang bo'lishi mumkin. Dangerous Sport Black yaxshi joylashgan qolishgan. Qumratiya Sport va Quarter Great jamoasida jang bo'lishi mumkin. Hop, Lipoqda Battle Team. Kanda Miltada yashamoqda. Qo'chi Legion. Nitty Insane. Snack Cakes. Hop. Va Dangerous Sport Black jamoasi. Chiroyli. Jang ko'rishimiz mumkin. D'accord. Yaxshi. Unga undashini va chiroyli manzara.
Dangerous sport black. Yaxshi, 4 ta kill. Erta bilan u jamoasi ozodlikka g'alaba. Dangerous sport black. Winning games, Borati sport. Kendi hojili Legion. Battle team. Arroyo Sports. Don't stop. What a great battle team jamoasiga. Yaqin Yelsen Uzbekistan tomonidan bo'ldi. Yelsen nimasi yaxshi shekilli. Eng oxirgi o'yinchi Nitia. Nitia. Jamoadoshlar nok. Op nok. O'zolishadi jamoadoshlarni. Mana qarshi dushman jamoa. Nitia 4 ta hojili Legion jamoadoshlarni turg'iz oldi. Bu tiklanib oldi-da, hojili Legion. Yaxshi. Kayfiyat zo'r bo'lsa kerak. Bo'ldi. Yo'q bo'lib ketishga sal qoldi. 8 ta jamoa, 31 ta o'yinchi. Hammasi jamoaviy tarkibda harakat qilishmoqda. Hop, Muraki Sport. Battle team.
DJ Sport Black Martret 4 ta keladi. Game'ga 7 ta jamoa qoldi. 26 ta o'yinchi. O'jeliga ular ham yetib kelishdi full hota. Shelter yaqindagi battle team o'yinchilarini ko'rshdimi? Da, ko'rishdi va o'qizishni davom etishmoqda. Hop, yeb tashlashdi. Battle team lobbiga jo'natildi. 6 ta jamoa qolishdi. Dangerous Sport Black ularning yaqinida. Salkam asrorda uylarda joylashgan. Shelterda bo'lsa o'jeliga. Martlet. Där. Ja. Strapon. Kex. Straponda. Nuqul oldi. Va bular tomon bostirib kelishayotgan xo'jali legion. Kex, insane. Esto. Nitia. Dangerous Sport Black va o'jeligan jamoasida jang. Ayoqsiz jang. Hop, Martret, Strapon. Wells. Legion. Sen. Bo'ldi. Jang qilishdan xohlayotgan shekilli. Sen qatqadir ketdi-ku. Sen. Hop. Vortex. Ularni kuzatayotgan Vortex. Aynan o'rtada qolib ketgan. Dangerous Sport Black. Va Game Legion asta-sekinlik bilan yaqinlashib kelishmoqda. Insane. Insane knock hoca tamam. Knock. Sen. Hop, lobbyga jo'natildi. Game Legion o'yinchilar tomonidan. Kill. Game Legion. Hop. Mark. Nitia. Dangerous Sport Black. Oy, ishlab qoldi. Game Legion. Da. Aynan bu yerda ham chiroyli manzara ko'rib qolamiz. Wells. Well, knock. Kimsan netidan? Straponcha. Hop. Kim uni? Game Legion o'yinchisi xo'ja. Voy, ikkinchi knock. Strapon tomonidan. Yaxshi. Aynan Night Crash jamoadoshlar tomon harakat qildi va yetib keldi. Strapon. 3 ta kill jamoadoshlarda. Kami 5 ta kill. Dangerous Black o'yinchisi. Night Crash. Jamoadoshlar nok. Strapon ham yolg'iz edi. Yo'q, yashashni ma'qul ko'rgan shekilli. Xo'jali legion. Crash.
Voy, nima bo'lib ketyapti? Blink Gamersdan Water Great jamoasi o'yinchilari kill olishga harakat qilishmoqda. Straponcha haliyam pozitsiyasi tanlashga harakat qilmoqda. Kartadan hammasini bir vaqtimizda kuzatamiz. Bo'layotgan shu mumkin. Crash. Crash. Game'dagi ondan bitta o'zi qolgan. Hayajonli lahzalar. Xo'jalikga to'g'risidagi. Aro, haliyam tirikmi? Bo, ikkita kill. Yashashni. Qayerda qanday o'ynashni biladigan jamoa. Aro. Sport Black'tan bo'yicha. Kutim. Jamoalar qolgan. Game'dagi Quarter Great 9 raqamli jamoa. Bitta kill. Jamoa to'liq holat etib qo'ygan. Game'dagi Crash. Eng oxirgi o'yinchi. Ikkita o'yinchi qolgan aynan. Xo'jalik legionan. Game legionan. Yo'q, game legion emas. Aynan Aro jamoasidan ikkita kill. 14 raqamli jamoa. Blink Gamers. Yolg'iz o'yinchi. Tengera Sport Black'dan Strapon qolgan 5 ta kill. Jamoasi 7 ta kill. 7 ta players. Kamida 5-o'rin. Ushbu o'yinda. Hop. To'g'ri oldi jamoadoshlar. Xo'jalik legion 10 ta kill hozirda. Aro full holat etib kelgan. Qiziqarlisa. Mana Xo'jalik legion. Yanachi. Quarter Great. Unchi. Va Real. Yana bitta jamoa. Strapon. 4 ta jamoa. Nimaga jamoalarimiz bitirishlayapti? Hech qaysi bir zonaga kirmayapti, aynan tepalikdagi uyi bo'sh. Okay. Jamoa. Bo'ladi.
Aynan ikkita jamoa o'yinchalari. Bitta jamoa o'yinchalari, ikkita o'yinchi. Tak. Mo'ljallangan o'yinchilari. Markaz tomonimizda qayerga harakatlanyapti? Pozitsiya kerak. Men qisqarlisa, eng tepada hech kim yo'q. Water great yetib kelishdi. Aro endi harakatlanyapti. Mo'ljallangan Water great va Aro jamoasi. 3 ta jamoa qolishgan. Ular tarkibidagi 8 ta o'yinchi. Mo'ljallangan 2 ta o'yinchi, Water greatdan 2 ta o'yinchi. Aro jamoasidan full jamoa yetib kelishgan. Tak. Just like. Hop. Mo'ljallangan. Yo, qanday? Yo, qochib ketoldi. Fors aronchisi. Sen. Ya. Aynan bu yerda o'yinni tugatdi. Top 3 eng oxirgi. Natijasi mo'ljallanganmi? Water great. Water great. Aro. Dia to'g'ri. Yo'l ochib olmoqda. Aro sport jamoasi o'yinchilari. Tasqana. Bitta Jekichan mana pastda. 2 to'g'ri. Ya. Jamoalar uzoq. Not fan. Sport yaxshi joy talashgan. Tabiat. Qaraqalpaqstan qanday? Bir o'zi keldi bostirib. Endi nima qilar ekan? Lockdown. Granata. Lock tashlagan granata o'ziga. Water great o'yinchisi lock bo'ldi. Endi eng oxirgi o'yinchi. Umid ko'zlar bilan boqqancha Ranchilas Vryoga. Davayta sen g'alaba qozonlasan degan deb bo'lyapti. Aro Force. Aro jamoasidan g'alaba. Yana bitta. Fin, Force, Lock, Exclusive. 6 ta keljami. Top. Water great, Morty, Project, Nolan, Real. 4 ta kel top 2. Mo'ljallangan. Bitta kel top 3. Dangerous Sport Black jamoasi o'yinchilari. 7 ta kel top 4. Blink Games 2 ta kel top 5. Game'lagan 4 ta kel top 6. Battle Team 1 ta kel top 7. RUSLAN Sport 1 ta kel top 8. KANAL 0 kel top 9. UE 0 kel top 10. Game. Aro sport jamoasi 6 ta kel top 1. Bu yakuniy o'yinida mo'ljallangan o'yinchisi eng ko'p gol olgan o'yinchi 7 ta kel. Eng yaxshi o'yinchi. Eng oxirgi keldi. Aynan Aro sport jamoasiga farq qildi.